tez kunda. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Jahongir Poziljonov. Bankda $100,000 pulim bor. Bankda turibdi. Onu aytmay turum kerak. Hozir ayda chiqqasin bir pashka sigaret algile. Har safar kelganimda bormi deyman-da sizlardan. Farqi yo'q, qaysi jamoa bo'lsa ham Qoraqalpog'istondan bormi bugun o'ynaydigan deb turaman-da. Yaxshi deyman, Bahadur. Qo'y deyman Bahadur. Qo'ydaman men sana. Chiqarma bo'ldi. Bayliqqa qizg'atın bir ittik. Inomarka mashinalaringizdan yuguradi ekan degan. Fermerlikda o'zini sinab ko'rinish mumkinmi kelajakda? Mendan so'ramaysiz, qayerni bitirdik deb. Agrarni bitirdim men. Bolalar pulni taxlab ketishyapti. To'la, mashinani ichi to'la pul, qopni to'qishga mashtigacha pul turibdi. 120 ming tashlab tur plastikdan. Hammanglarni hurmat qilaman. Goal for Uzbekistan! Assalomu alaykum Meksika, assalomu alaykum Kanada, assalomu alaykum Amerika, mana O'zbek publika. Goal! Mana O'zbek publika. Qani O'zbek publika. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. VJX ko'rsatuvining navbatdagi sonini biz boshlaymiz. Mana ko'p qana internet tarmog'ida so'rovlar qachon negativ yozuvga tayyormiz deb. Hamma qaror. Bizlar ishimiz tushib ketdi, negativ yozolmay deb o'tirdi. Qo'limiz qishib o'tir, bir sharab qo'ying tezlab deb o'tirdi. Qo'l qishsa ishkab, yaqinda chiqadi. Yaqinda emas, no, u shiqda ko'rib o'tirsangiz. Ko'rsamizmi? Demak, bo'lay bo'lsa mehmon chaqir. Va bugun o'zgacha mehmon. Al. Strashni onday bo'lmagan. Aydos, bu mehmon menimcha oldin Qoraqalpog'istondagi hech bir ko'rsatuvga chiqmadi. Menimcha. Пожалуйста. Durust faqat emas. Привет, пожалуйста. Demak, navbatdagi bugungi sonimizning mehmoni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Jahongir Poziljonov. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Mayli. Men yaxshiroq. Boshlaymiz unda. bizga nima olib qo'yamiz? Bu mensimaslik emas. Nimaligini aytaman. Savol beringlar, nimaga bunaqa qildingiz deysizlarmi? Bo'ldi. Ishlayoladi deb qo'rqdingiz-da. Menda bitta savol bor-da. Nega salomlashmay qoldingiz Bahodir aka bilan? Ay qo'ydi qaytgan. Buni gapini endi tushunimman. Tishlab oladi demadingiz deyapti. Yo'q. Men xafa bo'lib ko'rishmadim bu bilan atinglar. Nimaga? Ha, mana hozir dasturiylarga chaqirishdi. Etdan, betdan, qatladur orqali chaqirdinglar-da. Bu o'zi shogirdim bo'lib turib, "Alyo" desa yetib kelaman-ku o'zim. To'g'ridan to'g'ri chaqirmadi. Mayli, kel ko'rishib qo'ydi. Ay, ma'lum. Ikki odam shogirdni qabul ekanda. Ya o'zi hammanglarni hurmat qilaman. Hammanglarni sababi mana O'zbekistonda ham misol o'sha QVZda kelasizlar, men hakamlarda o'tiraman. Sizlarda ko'proq men har safar kelganimda bormi deyman-da sizlardan. Farqi yo'q, qaysi jamoa bo'lsa ham Qoraqalpog'istondan bormi bugun o'ynaydigan deb turaman-da. Chunki sizlardachi ani kinoyalar ko'p-da, yani. Kinoya deganda endi bizda kinoya deydi. Endi sizlardan o'sha shutlarni ani qo'pollari yo'q-da. Oddiy gaplar bilan kulgilar ko'p. Shuning uchun hurmat qilaman. Hozir shu yoqda bo'ladi qo'pol gaplar. Hojida. Men uni nima gapirdim? O'sha oldin olib qo'yaman-da, o'shunaqa qilmayman. Ko'tara olmayman-da. Ha, men Yaxshi. Qo'shyapsiz Qoraqalpog'istonga yana bir marta bizlarning VJX ko'rsatuvimizga ko'rsatilgan VJX vaqasini asponga yetkirib qarakang degan. Ha, VJX. Ha. Ha. Sizdan oldin ham yaxshi ustoz qiziqchilar keldi, mehmonda bo'ldi, bari zo'r deb ketdi. Men o'zi oldindan zo'r deb qo'yapman. Bitta nima bor, o'sha aytgandek tishlab olmasin degan. Keyin bu ham ko'proq ichib olsa, oxirida to'polon boshlanadi. O'shaning uchun ichmasin deb turibman. Endi o'zi ichmaydi, obrazda shunaqa ichganlar. Ya o'zi siz uni obrazda taniysiz-ku, bizlar bilan taniymiz uni.
Hayotda ham shunaqami? Hayotda unaqa. Umuman. Umuman. Kepsiz ustoz. Qanday yaxshi Rahmat, keldingiz. rahmat. O'zinglar yaxshimi? O'zi QVZdan birinchi chiqqan qaldirg'och men bo'laman-da katta sahnaga. Zo'r. Keyin juda ko'pchiliklar anaqaga. Endi bizdan oldingi ustozlar ham chiqishgan-u, hayotligini o'sha sahnada qoldirishmagan, ya'niki endi bir ikki marta chiqishgan bo'ldi. No, biza sahnada aynan professional tarzga o'tganlardan biza mana siz qayerda bitirgansiz? Men teatralniy institut bitirganman. Siz? Teatralniy institut. Siz? Pedinstitut. Mana pedinstitut bitirib san'atda yurtdi-da. O'sha QVZdan bo'lib, o'sha muhabbat shunga kuchliroq bo'lib, yo'lini topib ketganda, misolcha. O'sha kimdir u gap u qayerdadir bitirib, o'shani mutaxassisligini ushlash kerak degani emas. Bolalikda baribir odam adam aytgan doktor bo'lishim kerak yoki tog'am aytgan san palon bo'lasan degan. Lekin o'zini xohishini baribir topib ketadi. Yo'l-yo'lakda, o'zi xohlayotgan narsani. To'g'ri. O'shaning uchun sizlar yo'linglarni topib ketdinglar, sizlarga omad tilayman. Rahmat. Endi rosa maqtayapman, sezyapsizlar nima maqtayotganimni. Ortiqcha gaplar, tamam. Endi men siz yoningizda bo'laman, lekin bularga garantiya yo'q. Bosti qiladi hozir hamma narsani bular. Bular anaqasi yo'q, bemalol. Bemalol bular. Endi ustozlarim men gapira olmayman. Siz gaplashasiz. Yo, o'zim ham ko'proq bu yoqdan kutdim. Bular endi siz shogirdlaringiz gapira olingiz, menga gapingiz o'tmaydi deydi deb o'yladim. Yo'q, navrot bu gap o'tadi, bularga o'tmaydi. Короче, go'rin qazib qo'yib bu. Endi Nukusga qanday safar menejer hozirgi kunda? Hozirgi kunda yoshlar festivali bilan keldik. 30-iyun O'zbekistonda yoshlar kuni. Yoshlar kuni o'sha bugun o'sha katta shou konsert dasturi bo'ladi. Kelinglar, o'sha yerda ham hali bo'lib kam ko'stini gaplashamiz. Qanday yerlar? Endi ozgina seriozli savollardan ham bo'lib turadi. Xo'p. Faqat Yoshingiz nechada? Javob ham seriozli bo'lib qolishi mumkin, tayyor turing. Uzoqroq o'tirsam bo'ladimi? Bolaligimda ko'p narsa chapaqay bo'lganman-da, kulishlar ham chapda ishlangan. Peshani ham chap qo'lda chopganman. Bu ham bolalikdan kaltaga o'rganganda. Bu bola yomon ekan, bu jim o'tirib bir solganda solar ekanda. Shu agrolaytda bir salat olmay qolamiz Keyin mendan so'ramaysiz qayerni bitirdik deb. Agrarni bitirdim men. Undan agrarni bitirganmisiz? Undan boshqa hech narsa bitirmadi. Ish beramiz, bitirmaydi. Yaxshi. Lekin gap solishga usta ekansiz, o'sha bitta solganda ani yerni jigarini sug'urib oladigan bo'ladi-ku, o'shanaqa qilib so'yapti-da bu. O'qigani ma'lum. Jakuy laqabi desang. Qog'ozlarni ssenariyni shu bola yozadi-da ko'pin. Ha. Yomon, qattiq yomon. Ruslan oti. Nukusga hozir yoshlar festivaliga kelgan. Xo'p, savollar. Endi bizni YouTube'da tomoshalab o'tirgan hurmatli do'stlar, meni kommentga kirib bering, hozir sizlar yozатын gapni men aytaman. Ana gün aldınғы mimarların üstünden kulüp atırıp ediniz-ku, kulün şiş degenler yazıp tura bering. Hozircha ya, tursungiz mı? Sonday mı? Sonday. Короче, bugün bizler onşa tisimiz batpaytın adam geldi xullas. Ustoz gap qoldi. Ustoz gap qoldi. Yo. Bemalol, kulveringlar. Kulgi o'zi asli nima desa, kulgi bu ya'niki o'sha insonni ya'ni ham rivojlantirishga turtki bo'ladigan narsa. Men nimaga har doim men QVZda o'tirsam ham kulishadi, men qabul qilaman. U to'g'ri tushunish kerak bir narsani. Chunki biz o'qiganmiz-da, men rejissyorlikda o'qiganman, bitirganman va bu kulgini ham chegarasi bor albatta-da. U kamsitishga kirmaydigan kulgilar bilan. Ya'niki o'zini ishida, kinosida yo nimasidandir hazil-huzul kinoya, ya'niki o'sha kinoyalik qilib turib teb o'tib ketsa, u kuladi hamma hazil-huzulda-da, lekin u odamni
kayfiyatni buzib qo'yadigan darajada kamchilik etilmaydi, kulgi orqali etiladi. Ya'ni u odam o'zini kamko'sini to'g'irlab ketaveradi keyin. Bu natija beradigan narsa. Shuning uchun bemalol agar kulgi bo'lsa kulaveringlar, hech narsa Yo'q, gap u so'z. bizni yaxshi qabullaydi. Bizlarda danik deydi, danik Danikdan sal Ustoz, avtoritet. ham xonandasiz, ham rejissyor, aktyor, Yana prodyuser hamsiz. hamma Ular- yo'nalishda ish qilasiz. Ko'rding nima qilganini? E'tibor Ha, bering. yo'q, bu yo'q. Tarjima qilib beryapti qanaqaligini. Tarjimonmi? TikTok'larga tushuntiradida bu. Ha, xo'p. Xo'p, shularni eng o'zingizga yaqini qaysi biri? Hammasi. Baribir ko'proq ustida ishlaysiz-ku, qaysi birini? Hozir kinodan uzoqlashgansiz. To'g'ri, men o'zi rejissurani bitirganman. Ya'niki o'zi menga yaqini shu. Ya'ni o'qib bilimim yetadigani shu. Lekin rejissurada o'sha hammasi deganim rejissurada, ya'niki rejissyor odam kimgadir nimadir talab qiladi, to'g'rimi? O'rgatadi. Ya'niki kinoda yoki spektaklda unga kerakli narsani tushuntira bilish kerak. Nima talab qilayotganini, u aktyor o'shani o'ynab berish uchun agarda to'g'ri kelsa, o'shani ko'rsata bilish kerak-da u. Rejissor ko'rsatib ham beradi-da. O'shaning uchun rejissorlik serqirraligi shunda. O'sha aktyorlik ham, xonandalikni ham hammasini tushunadi. O'shaning uchun hammasi yaqin deganim shu. Rejissorlikni o'qiganman, o'shaning uchun hammasi yaqin. Lekin eng yaqini rejissori. Demak, buning ichida hammasi yaqin kiraveradi. Tushuntira oldimmi hammasini bilish? Tushundim. Endi bitta savol, o'sha rejissor qachon? Endi hozir mana konsert tadbirlarini rejissurasida ishlayapsiz, lekin kinodan uzoqlashgansiz. Yo'q, kino Ahadqayim nimasi yo'qmi aloqasi unga? ya endi aloqasi yo'q uni. Menda sabablar bor. Kino sohasidan keyin shug'ullanishim kerak bo'lgan boshqa narsalar bilan bo'lish kerak bo'lgan vaqt kelgani uchun o'sha xonandalik bilan ko'proq shug'ullandik. Keyin televideniya sohasi bilan ko'proq shug'ullandik. Xabaringlar bor, Zo'r TVda ishladim 5 yil. Shu etap har xil narsada o'zimni sinashni yaxshi ko'raman. Chunki o'sha biz rejissyorlikni o'qiganda shu narsalarni hammasini o'qiganmiz-da. Bitta kino bilan shug'ullansam, ertaga spektaklni sog'inib qolaman. U bilan ozgina shug'ullansam, ertasiga keyin 1-2 yildan keyin konsert tadbirlarni sog'inib qolaman. Hammasi bilan shug'ullangim keladi. O'shaning uchun hamma joyda o'zimni sinab, chaqlab yuraveraman. Pichoqni ham chaqlamasa o'tmaydi-yu. Fermerlikda o'zini sinab ko'rish mumkinmi kelajakda? Sen hargasini ko'rmaysan-ku. Fermerlikni o'qimaymiz biz. Mana yoningizda o'tiribdi-ku. Ya buni boya nima dedingiz-ku? Ko'tarib yordingiz-ku fermerlikdan. Yo'q. Har bir odam o'zi tushungan, o'sha to'g'ri savol bo'ldi. O'zi tushungan, o'zi bilgan narsa bilan shug'ullanish kerak-da. O'shandagina hamma o'zi tushungan narsa bilan shug'ullansa, tushunmagani bilan shug'ullanmasa, o'shanda rivojlanish bo'ladi. Meni gapimni tushundingizmi? Men qattiq bergim keladigan so'rovda. Velosiped haydaganda deb boshqa so'rov bering. Imij. Yo'q, bu imijni meni qarindoshlarim yaratib ketgan menga. Akangizdan qolganmi desa. Mana bizada o'sha akamdan to'g'ri. Bizada oilada 3 ta o'g'il bo'lganmiz-da. To'g'ri topgan. Endi sharoitimiz shunaqa bo'lgan. Eng katta akamga kiyim olinardi. Qolgan hamma kiyimli bo'lardi. Akamning kiyimi o'rtancha akamga, o'rtancha akamning kiyimi menga. Lekin men uyda eng kichkina bo'lganim uchun tog'a amakilardan ham kelardi-da kiyim. Har 2 oy, 3 oy sezon kelganda qish kelsa qishga, bahor kelsa bahorga. Shundan keyin parni kelmaydi-da u. O'shaning uchun u to'g'ri kelmaydi. Amakidan uchli tufli kelsa, tog'adan jinsi kelsa, akamdan dazmollagan ko'ylak keladi. Uni kiysang har xil. O'shaning uchun o'shanaqa stilda bo'lib, shunga muhrlanib qolganman, shunda qolganman. Kichkina paytda aytganda zo'r imij bo'lgan, ha, to'g'rimi? Yo'q, kichkina paytda stress bo'lganda so'ng. Mana hozirgi kunda meni og'aylarim ham bo'lganda bunaqa uyalishgan uni kiyishga. Ya'ni ko'chaga chiqishga, odamlar kuladi degan. O'sha kuladi degan fikrni qachon yo'qotamiz o'zi? Qachon odamlarning fikri bilan yashayveramiz? To'g'rimi? Yo'qotish kerak. O'sha narsani men kiyib chiqqanim
o'sha anaqalarda ham misol sharoitim borida ham kiyib yurishim mana mana bilan mana to'g'ri keladimi hozir kelmaydi. Antepda shapkam bor вообще boshqacha. Qizil. O'shanga aytayotganim qolganlar mana Jahongir kiyib yuribdi-ku uyalmasdan. Stil ekanda deb uyalmay kiyib chiqsin tog'a amakidan kelgan kiyimni. Nimaga uyaladi? Nimaga birovni kiyim odamlarning fikri bilan yashash kerak? Qachon o'zimizning fikrimiz bo'lsa, o'sha aytganimdek xotirjamlik, bemalollik, o'zing xohlaganingdek yashaysan-da. Ha, to'g'ri. Mana masalan menga kiyib yuribdi mana bugun. Endi yo'q, bu har holda tushganda, siznikini kiygan bo'lsa ham. Bir agar hozir to'rtalamiz yechib beraylik, men krossovkamni, bu kostyumini, yo'q bu kostyum to'g'ri kelar ekan krossovkamga. Men ko'ylak. Men bermayman lek. Ha, bermaysanmi? Mendan so'ramang dedi. Bu agrarda o'qiganda shundan keyin bermaydi u. O'zining ukasi bor-da uni. Endi masalan siz akangizdan qolgan deyapsiz. Sizga akangizdan o'rtancha akangizga undan keyin sizga kelgan-ku. Endi siz ham bizlarga esdalik sifatida bu futbolkani nima qilib ketsangiz qanaqa? Aka sifatida deb. Ha, aka sifatida. O'l hali konsertda yechib beraman, hozir yechib bersam men yalang'och bo'lib qolaman. U yerda konsertda ko'p odam bo'ladi-da, bu yerda oz odamni bu yoqda yotoladi. Yo'q. Gostinitsada almashtirib beraman. Bo'ldi. Yesalik aytib juramiz. Jahongir bilan. Bu menimcha bitta bo'lsa kerak o'zi. U nimadan boshqa odam olib kelganman. Demak, yo'q deganda bermayman degan. Bermayman degan. Qancha mashhur futbolka berdim sizga. Manab qo'y. Ishim menga. Krossovka alasizmi? Bizning rubrika fakt deb nomlanadi. Fakt. Ha. Siz 3 ta qisqa fakt aytasiz o'zingiz haqida. Ha, o'zim haqimda. Ha. 3 talasidan bittasi yolg'on bo'lishi kerak. Biz qaysi biri yolg'on ekanini topishimiz kerak. Bolaligimda jarda cho'milganman men faqat. Jarda? Jar sport majmuasi. Hozir basseynlar bor, boshqa bor, to'g'rimi? Biz jarli oqadigan suvda cho'milgan. Kanallarda suvda. Kanallarda. Daraxtlardan kanal. Saltoq. Shunaqa. Sodan keyin balkon deb baqiradiganda jo'g'irida sayf ekan. O'shaning uchun balkon daraxt bo'lganda balkon olsam kalla tashlagan she'rga. Birinchi fakt, ha. Bu hozir solishga tayyorlanib o'tiribdi. Ikkinchisi hozir ayni paytda bankda $100,000 pulim bor. Bankda turibdi, bankda saqlayman. Uchinchisi u pul yo'q-da. Uchinchisi o'sha pulni bugun ishlatyapman. Bittasi yolg'on, ha? Bittasi yolg'on uchalovidan. Hozir ishlatyaptim deydi. So'g'ib o'tirib bo'ldi unda. So'g'u? Ya o bari o'tiribdi u. So'g'u baram Yo'q, bari o'tirib bo'lsa, jo'q ham o'tirib, ikki faktor. Yo'q, uni borib bankdan olib o'tirish shart emas. Hozir shundoq telefonda boshqarib. O $100,000 ni ololmaysiz telefonda. Ha? Telefonda ololmaysiz $100,000. O'tganda men bankka desam. 15 milliondan Ay, mening bank shotimda. Kinoda ko'rgan zatlarni aytadi. Yo'q, bitta narsani qoldirib yubordinglar, eshitmadinglar. Icheyka dedim. Icheyka. Savotim yetmagan, bizga nima qoldi? Bilmayman. Lineyka Bitta degan izatda. iltimos borda endi $100,000 Icheyka deganda tushuntirib yuboring. sizni demak bank ishingiz tushmagan ekan-a? Ishimiz tushgan kredit olish shu-da bizlarniki. Mikrofon. 1 minut. Ya Mikrofonning Mashalqisi tushib ketdi. mikrofonning mashalqisi yigitning 98 deydi. icheyka ya'ni ana uyda bitta shkopchingiz bo'ladi, narsalaringizni qo'yib qo'yasiz yoki seyfingiz bo'ladi, qo'yib kodini terib qo'yasiz, to'g'ri? Icheyka shu, seyf, ya'niki bankda podvolda sizni icheykangiz bo'ladi, nomerli 222, unaqa icheykalar rosa ko'p bo'ladi. Ha, kinolarda bor deb. Ochib beradi, qo'yib qo'yasiz-da, pulmi, tillami, nima qo'ysangiz qo'yib qo'yasiz, quplab kalit sizda turadi. Ketasiz, bo'ldi. Kelganingizda bankda bitta kaliti bo'ladi, sizda bitta kalit. Ikkita kalitda ochiladi, bitta kalitda ochilmaydi. Siznikida ham, unikida ham ochilmaydi. Uyga qo'ysangiz bo'lmaydimi pulni? Yo'q. Nega? Endi bankda ishonchliroq-da. Biz aytda kredit to'laydi. Ha, kimdir o'g'irlab ketishi mumkin-da. Ha. Kalitni o'g'irlab ketsa nima qilasiz? Ikkita Yo'q, kalit kalit bilan. olib ketsa yengasi beradi. Ha, yo'q. U kalit bilan o'g'lim borsa ham bermaydi. Ha. Faqat siz Faqat borsiz. o'zingiz, ha.
Biz borsak ham bermaydi. Yo'q, o'g'limga bermayapti, sizga beradi. Bir 5000 olib ketsin deb ayting. Sizga futbolkangiz kiyib borsa Demak, menimcha Jarda cho'milish yaxshi ko'raman oqar suvda. Cho'milaman. Hozir ham cho'milaman, ya'ni. Hozir ham Cho'milib yurgan qavadam. Ariqda cho'milish yaxshi ko'raman, cho'milaman. Shotimda $100,000 turibdi. Icheykada. Icheykada. Kalt bilan ishladi. Ha. Boshqa odam borsa bermaydi. O'shani kelishdan oldin ishlatib yubordim. Kelishdan oldin dedi, bugun ishlatib yubordim dedi bag'ana. Endi bugungi kunda dedim-da. Tez kunda deyish kerak. demak, bugungi kunda ishlatib yubordim degani menimcha Icheyka deganman. Shu ishni sen bildingray turmanda. Yo'q, endi $100,000 ham biroq Qiynalib ketyapsizlar, mayli. Boshqatdan gapirdingmi? Yo'q, sonda qiynalganday bo'lib. Qiynalganday bo'lib, oxirida qat'a javob topamsiz. Men yekin sayladim bo'ldi. Icheykami? Ha, yo'q, yaxshi yo'q degan. $100,000. Setmasdan bo'lsa yo'q-da, значит. Yo'q, ol boshqa bo'ldi, yo'q. Bugun ishlatish berdim degan tanlayverik. Bugun unda $100,000 birden qalay adam. Kim teatr ne yozib berdim degandan. So'g'ib. Yo'q, bo'ldi. 10 million so'g'olmaymiz bir kunda biz. $100,000'ning basini qatırib o'tirasiz. Mashina pisigan Yo'q, chiqar. nimaga $100,000 ga uy olish mumkin-ku? Yo, mashina olish mumkin-ku? O hamma go'sh aytmaysan. Mashina zakaz qilgan bo'lsangiz, yetib kelgan bo'lsa to'lashingiz mumkin-ku? Onu aytmay turum kerak. Hozir ayda shiqqasin bir pashka sigaret algile. $100,000 bor. Qarz so'rab Bir zilming tashlab tur plastikdan. Isheyka bizlar. Nima shart qo'ysam qilasizlar. Davay. Unda bizning ikkinchi kalitini topib beringiz. $100,000 $100,000 bugun sovuq berdim degani. ishlatib $100,000 umuman yo'q. degan. To'xtang, menda bir savol. Bankda yo'q degan. Uchalasining bittasi yolg'on faqat. Bittasi yolg'on. Bo'ldi. Qaysi? Qaysi biri? Sen tayla. Hozir ham jarda cho'milaman degan. Tirga qolay, Yolg'on. yaramiz. Bizlar ikimiz $100,000 yo'q. $100,000 yo'q deyapti. Жаңарaqda sovuq berdim degani. Ha. Yo'q pul. Yo'q. Yaxshi deb ber, Bahadur. Qo'y demay Bahadur. O'tirma. Sen chiqarma bo'ldi. Hop, qaranglar, $100,000 yo'q. Yo'q. Mensi bir bo'lib turibdi. Bo'ldi, hop, ular yo'q deyapti. Ikkinchi Fiklatda yo'q deyapti. Ha? Umuman yo'q fiklatda. Yo'q dedi. Icheyka yo'q. Icheyka yo'q, qo'ymagan. Siz qo'yganman, ishlatib yuborgan. Bugun ishlatmagan u, yolg'on gapiryapti, ishlatmagan deyapti. Sizniki Men Jarda shu. yoshlikda cho'milgan, lekin hozir jarga cho'milmay qo'ygan deyapman. hozir men jarda cho'milishni yomon ko'raman. Aydosda otilgan. Otildimi Aydos? Yo'q bo'l. Nega bizni bir dolasizak? Bankda pulim turibdi eng qizig'i. Sanam topolmadi. Bankda pulim turibdi. Evet, пожалуйста. Ha, Aydos tutdi, hali to'rtinchi shatarlaymiz. Jarda hozir men cho'milayman. Uyimda chunki bassenim bor. Пожалуйста. Logika kerak-da. Bizlar saxalli uxlab Sizlarda kalla ishlatadigan bitta buva ekan o'zi. Ya ichmasa bosh ishlaydi-da buni yaxshi. Ha, nimaga bundoq ishlatmaysizlarmi? Chalg'itdim, og'aynim doktor dedim. Og'aynim hozir menga yozib beryapti. Yo'q, chalg'itganim. Hozir doktor menga aytayapti, og'aynim dedim. Jarda cho'milib turgin, foydali immunitetning ko'tariladi deyapti. O'shaning uchun hozir ham jarda cho'milyapman dedim. Shu yolg'on gapirganimni sezdi bu. Bizlar aql Chalg'itganimni sezdi. Sizlarni chalg'itib o'tib ketdim. Sizlar unga e'tibor bering. Davay, Bankka o'tib boshdan boshlaymiz. Hop, shart bularga. Unda bizlar jarni saylaymiz. Endi shartim ikkala uylarga. To'rttala uylarga, endi ikkita para-da. Ha. Para deydi. To'rttala uylar, ikkita para. Biz paraga qarshimiz. Hop, shartim. Endi o'sha bankdagi $100,000 yig'ib beringlar menga. Bo'ldi. Qanday qilamiz yigitlar? Kamera. Sen nerga 5 farq O'tir, o'zim jinayman deysan. Shartim bittadan zo'r shutka beringlar bolalarga. Shutka? Bittadan. Biatlon bo'lsa-da. Unaqa men unaqa ajimaniya qilib, bu qilib o'tirmayman. Bu bolalar aytib bersinmi? Yo'q. Sizlar aytib beringlar bolalarga, bolalar kulsin. Kulmaguncha kuldirasizlar. Bitta shutka yemasa, yana shutka yeturasan. Boslaymi? To mashina kulguncha. Ko'rdingmi? Men sizlarni o'ylayman-da, ko'ring, muxlisman.
Biza muxlis uchun ijod qilamiz-ku. Yaxshi deb O'shaning aytmayman. uchun Ha, ijod hamma qilib qaraymiz. Qana. Biatlon. Ana qattiq boyliqqa qiziqатын bir itdek inomarka mashinalaringizdan yuguradi ekan degan. shutka yo'qmi? Ha, shutka. Ma'lumot qo'yib qoldi. Chempionlarda bular. Bo'ldi, kuldirib tashladi bular. Ana bu kuldir bo'ldi уже. Ha, bo'ldi, bizning atdan ketdi ana. Chempionlar deb bo'ladi. Bo'pti, siqilmalaring, to'g'risini aytaymi? Ha. Uchovi ham yog'im, bankda $100,000 pulim yo'q. Meni haqdan ishontirmadir ekan bu. Ya, men biz yerda dursin unda. Ay, rahmat. Al, demak, Keyingi shartga o'tamiz. keyingi sharti Bitta voqea aytasiz a? Ha. Qiziq umringizda bo'lgan bitta voqeani aytasiz. Hmm. Eng qiziq kulminatsiyasiga kelgan joyda to'xtab qolasiz, biz o'tlaymiz. Qivizli tilda aytyapman-da. O'tlaymiz deganda o't yig'ishtirasizlarmi yo Ha, o't yeysizlarmi yo Tashqariga yig'ib. Yo'q, ana nimasi bor-ku, kulgili joyi. Biz shuni turli xil variantda o'ylab Aytib topingmi ko'raman. yo hayotimdagi Yo'q, hayotingizdagi bo'lgan zo'r narsa bo'ladi. Voqealar bo'ladi. To'yda bo'ladi, bo'lgan narsa bo'ladi. Kinodagi, klipdagi, любой. xullas bir kuni bu juda yomon edi lekin Ha, yomoni kerak-da bizga. Yomoni kerak. qo'rqinchliroq. Ha, qo'rqinch, biz qo'rqish yaxshi ko'ramiz. qo'rqib o'tiraylik bir. Mana $100,000 qo'rqib o'tirmiz tag-tag. Xullas Yig'ib oling, kuchli. intervyu ham berganman. Bali ikkitasi bor. Balki uni eshitgandirsizlar. Yo'q, biz ko'rishmaganmiz. Biz sizlarda uncha Bir joyga to'yga yetishgan bizani. Boshqa bir viloyatga to'yga yetishgan. Xullas, u yerda qistir zo'r bo'ladigan joy. Dogovor bilan emas, dogovorsiz borsangiz ham 2-3 ta qop pul qistirib yuboradigan joyda, xullas. O'sha yerga aytishganki, kelasiz, dogovor kerak emas deb ketasiz deganda, men aytganman, "Yo'q, menga dogovor beringlar, menga shart emas qistiringlar. Dogovor beringlar, bo'ldi, u o'zingizga buyursa, mayli, qancha qistirsam qaytarib tashlab ketasizmi?" dedim, "Men tashlab ketaman" dedim. "Yo'q, oldin siz keling" dedi. "Men zaklat beraman. Tanlov o'zingizda bo'ladi" dedi. "Siz mashina olib ketaman dedingiz, olib ketasiz. Yo'q, men tashlab ketaman, dogovorimni bersangiz, dogovoringizni berib yuboraman" dedi. "Bo'ldi" dedim. Shu bordik. Shu qarasam, Qurtojib salto otadi. maket kelishi boshlashdi. Shu qistirishni boshlashdi. Katta sumka olib keldi. Sumka to'ldi. Qop olib keldi. Qop to'ldi. G'isht bilan Faqat rossiyskiy rublda qistirishyapti. Ular Rossiyaga qovun eksport qiladigan odamlar ekan. Unda qopga qovun solgan bo'lsa kerak. Yo'q. 4 ta qop bo'ldi. Davomi nima bo'ldi? Davom furaga tiyib 4 qop pul bo'ldi. Faqat rossiyskiy pul qistirishdi. Boyvachcha deyishadigan. Boyvachcha deyish, boyvachcha degan bo'lsa-da ko'paygan sayin. Ya, oldin aytgan. U paytda boyvachcha ashula yo'q edi. Endi aytdim-da endi. Ha, so'dan keyin boyvachcha chiqqandan işte. 4 qop 4 qop pul. Davomi nima bo'ldi? Shu Davomi Mayli, men qolganini ham ozgina keltirib beraman. Qaytyapmiz. Gastinisaga bordim. Yo'q, gastnitsa yo'q. Qaytyapmiz Toshkentga. Yo'lda bir 4 soatlik yo'l. Yo'lda kelyapmiz. Men zarulyum, bolalar pulni taxlab ketishyapti. To'la, mashinaning ichi to'la pul, qopni to'kishgan mashinaga pul turibdi. Mana shunaqa taxlab ketishdi. Taxlayotganning o'zida 1 soatda hali yarim teyilada ham pul bo'lyapti. Yarmini taxlaganda 4 o'sha payt Nexia edi. 4 ta Nexia'ni pulini taxlab qo'yishdi. Hali yana uni yarmidan ko'pi bor. Shuni telefon qilib mashina avtosalonga 4 ta Nexia zakaz qilganmiz. Davomi nima bo'ldi? Davomi. Alo. Biza 4 ta Nexia yangisidan, xo'pmi? Mayli. Salonga boradi. Qani? Aka deydi, ha. Qo'yda to'xtab tur. Yo, menga orqadan. Ya, to'xtab tur. Ana unsizda to'xta, kerak emas. Ana aka deydi, ha. Buni hammasi soxta pul ekan. endi aytadigan falshik pul. Falshiviyga deydi. Qani obraz
qani yaratib ishlab ketmayapsizlar, kallangiz ishlamayapti. Ana 100 ming dollardan qolib qo'ydim-da men. Biz boya bankni nima qilib o'tiribmiz hali. Ikkita kalit deganga nima qildim? Xullas davomini aytib beraman o'zim. Xullas 4 ta mashina zakaz qildik. Bordik, Toshkentga kirdik, yana qolganini taxladik. Qalasak, u 4 ta Jeep zakaz qilsa bo'ladigan pul chiqdi. 4 ta Jeep. O'sha paytdagi Jeeplardan-da endi ani Captiva'lar. Neshinchi yillar u? 2007-yil. 4 ta Captiva zakaz qilsa bo'ladigan bo'lib qoldi. Keyin telefon qildik. 4 ta bola edikda, 4 ta Captiva deganmiz. Bo'ldi degan ertaga kelinglar. Kechasi 2:30-3 ta bordik. O'shanda anaqaga qildik keyin. O'sha paytda dollarchalarga qildik. Mana bu pulni almashtirish kerak. Xullas biz bankka to'laymiz, so'm qilib beringlar. Bo'ldi, olib kel dedi, olib keldi, taxladik. Hammasini o'tkazdik, cho'tki. Keyin glavniy aka kelib bundoq qarab turib, "Ye, surug o'tib ketgan pul ekan-u" dedi. Falshiviy emas, haqiqiy pul. Surog o'tib ketgan. Surug o'tib ketgan rubl ekan-u, rossiyskiy rubl dedi. Keyin Aka, do'g'ri nima bo'ldi? yo chiqib ketayotganda tanlov o'zimniki bo'ldi. Aka do'g'rimi yo tashlab ketasizmi dedi. Aka do'g'ri sizga ketdik, biz olib ketamiz dedi. Bo'ldi dedi 5. Menga hech qanaqa bo'lmaydi dedi. Hech qanaqa sizga anaqa yo'q dedi. Hech gap yo'q menda dedi. Ortiqcha gap bo'lmaydi, ertaga anu ekan, bu ekan, men qopdik pul bunaqa ekan gap bo'lmaydi dedi. Bo'lmaydi, bo'ldi, sizga hech qanaqa gap so'zim yo'q dedi. Bo'ldi, hech qanaqa gap so'zim bo'lmadi. Surug o'tib ketgan pul ekan. So'z borib qatiya bu surug o'tgan Captiva bo'lsa ham bera olasizmi? Keyin biz ertalab bordik. Borsak 4 ta Captiva tayyorlab qo'ygan. Aka, Sirtni sipirib qaytdi. shuni sal keyinroq qilamiz. Ya bunday aka buni fioletoviy rangi bormi? Yemlib ammo shunday. Shu fioletoviy kerak edi demasam olmaymiz. Shunaqa qilib. Futbol turali so'raylik, futbol turali. Kecha meni ayt. Yo'q, umuman so'raylik deyapman-da. Qalay ular? Qalay Futbol qalay? Qalay deb yesi bir odam bari Real Madrid-ga bo'lgani Qo'ysiz Real Madrid. Bundan berasiz. Mana Real Madridga, Real Qo'ysa Real Madridni. Yesi bor odam O'zbekiston Real. Barsami bu? Real bizda. Real. Bu Barsami? Yo'q, men O'zbekiston terma jamoasi haqida so'ramoqchiman. Unda Real ham Barsa ham addiqaydi. Bo'ldi. Yaqinda qo'shiq yaratdingiz. Aydus kechirasang, 1 minut. Mana sizni shu vatan haqidagi aytgan qo'shiqlaringiz bor-ku? Masalan, sizni ko'pchilik nimada sotsial tarmoqlarda bashkana bu deydi-ku. Lekin u motivatsionniy qo'shiqlarda hozir любой nimada tadbirlarda hozir ketyapti, mamlakat davlat tadbirlarida, a? Молодец. Ya cho'tkida, ana jadidlar to'g'risidagi qo'shiqlar O'sha orada bachkana deb olding-da bir marta. odamlar deydi. Men O'sha odamlar deydi. Qo'shiqlar o'zi aslida odamda o'zi vatanparvarlik hissiyoti bor har bir ijodkorda o'zi bo'ladi. O'zi etkisi keladi. Endi bu mundialda misol uchun bir oy oldin ham o'zi aytgan edik, o'zi Dubayda o'ynab chiqqanda o'sha bitta ashula aytuvdik. Yo'q, lekin kuzatishga alohida bag'ishlab aytdik. Misol uchun agarda hozir yana tayyorlanib turibmiz, agarda nasib qilib xudo xolisa gruppadan chiqsa yana bitta ashula yozmoqchimiz. Aynan o'sha gruppadagi o'yin haqida ashula qilamiz-da. O'sha vaziyatdan, muhitdan kelib chiqib, o'yinni vaziyatlarini ashula qilamiz. Olimpiadada qo'shiqlarim hit bo'ldi. Hasanboy Dosmatov degan. O'zbek. Chunki endi baribir sportchilarni qo'llab-quvvatlashimiz, boshqa misol o'sha muxlislarga eng kerakli bo'lgan vaziyatdagi o'sha holatlarni biz qo'shiqda yoritib bersak, ularga yana ham anaqa bo'ladi-da. Motivatsiya, bu motivatsiya ya'niki sportchilarga o'zi davlatimiz qilib berayotgan motivatsiyalar o'zi yetarli. Misol bitta olimpiadaga borib kelsa 200 ming dollar, uylar, mashinalar, pullar berilyapti. Misol uchun buni o'zi katta motivatsiya. Shuni o'zi ularga yetadi. Bizi ijodimiz ularning natijasini muxlislarga ya'niki motivatsiya berib tursak, muxlislar ham qo'llab-quvvatlasa, ularga shu eng katta motivatsiyada, o'sha boyagi motivatsiyaga qo'shiladi. Qancha muxlislar qo'llab-quvvatlasa, shuncha yaxshi. Agarda biz muxlislar o'tirib olib motivatsiyani berib tursak,
boshida kirdik deylik futbol yoki boksmi farqi yo'q. Vajiqa bo'lmasa. O'sha qaysi sport turi bo'lishidan qat'iy nazar kirdik boshida u bilan birga bo'lib turamiz, uni qo'llab-quvvatlab deb turamiz. U sal noto'g'ri tushib, sal ochko kamayib yutqizishni boshlasa, bundoq bu yoqdan tepmaysanmi, bermaysanmi deb uni so'kib ketadigan ham holatlar ham bo'ladi. Unaqa emas. Uni oddiy bitta oilani olib qaraydigan bo'lsak, siz oilada farzandlaringiz deylik sizni qaysidir bitta narsada xato qildingiz yoki o'sha ishingizda nimadir bo'ldi-da, natija bo'lmay qoldi. Farzandlaringiz sizga zo'r bo'ldi, zo'r anaqa qildingiz, yaxshi bo'ladi, biz siz bilan birgamiz, lekin bu omad kelmadi. Lekin siz mana paytda, mana pozitsiyada mana bunaqa qildingiz, mana pozitsiyada mana bunaqa qildingiz desa, u siz kerakligingizni his qilasizda, keyin yana yaxshiroq natija ko'rsatishga harakat qilasiz. Muxlis ham shunaqa. Muxlislar ham agarda o'sha yutqizganda ham, stadiondan chiqib ketmasdan olqishlab tursa bor-ku, o'sha bolalar ertasi kuni u 2 karra undan zo'r o'yin ko'rsatadi. Omad kelmadi prosta bo'ldi. Sport zo'r, kuchli sportchi bo'lishi mumkin, lekin omad bo'lmasa u kuchli ham hisoblanmaydi joyida. O'shaning uchun qo'llab-quvvatlash birinchi o'rinda turadi. Vajiqa haqida ham bitta qo'shiq qilsangiz zo'r bo'ladi. Vajiqa haqida ham bitta qo'shiq qilsangiz zo'r bo'ladi. Qolamiz xudo xolasa, vajiqa haqida. Vajiqa deychadi. Endi uning uchun bitta yemagan ko'rsatuv qilsanglar, keyin men bir poddержка qilib motivatsiya beraman. O'z yemagan ko'rsatuvlar ko'p bizda. Hozir kunda shu yeb turibdi faqat vajiqa. Yo'q, endi vajiqani to'g'risida deyapti-yu. She'rlarini, musiqalarni o'zingiz Bo'ladi. Yo'q, she'rlarda ham yordam berishadi. Mana hozir mana shu ashulaning avtori kim? Men e'lon qildim. Mirzoqulov. Vot ana. Otabek Mirzoqulov yozgan mana shu musiqasi ham. Musiqasi ham uniki. Melodiya yozgan. O'zi aytib yo aranjirovka emas, sayqallashtirish boshqa u, aranjirovka. Uni tushundim. U etilishini melodist kompozitor boshqa. Etilishini mana she'rni yozgan Otabek Mirzoqulov. Etilishini ham qilgan. Amerikada etilishini ham qilib bergan. Men aytgan, uni aranjirovka qilib aytganmiz. bir rubrika bor. Ha. Yangi bo'lganda endi oldindan ishlatilgan. Bitta yaqiningizga qo'ng'iroq qilasiz. Zvonok etish yaqin odamingizga. So'zlarni ko'rsatib turamiz. So'zlarni improvizatsiya qilib qo'shib turishingiz kerak. Gaplashib ketaverasiz, nima qilyapsiz, ishlamaysiz, bunaqa. Sizda traktor kerak bo'lyapti menga klip bunaqa qilishga. Aydos borsang-ba? Chiqdingba, qo'ydingba. Kosmonavt qo'shib ketaverasiz-da gapni. Gaplashib orada ko'rsatuvdaman deb aytmaysiz-da. ko'rsatuvga Bildirmasligingiz kerak edi. Ha. Bildirmasdan qo'shib borishadi. Qo'shib borasiz. So'zlarni. Kimga qo'ng'iroq qilmoqchisiz? Mirzoqulovga qilamiz, qani? Atabekbek qadimgi deb. Otabek Mirzoqulovga qilib ko'ramiz. Qani, agar mayli. tushunmasa boshqasiga qilamiz. Nima qilyapsiz? Kimdan boshqa? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Otash, yaxshimisan, tuzukmisan? Rahmat, xudoga shukrlar ustoz. Otash, ani millioner degan ko'rsatuv bor-ku. Кто хочет стать миллионером? O'shani bir o'zbekchasini qilsovdi. O'shan o'zbekchasini qilsov. Shunga yordamlashib o'rgan, ssenariy qilsak deyapman-da. Faqat bir tornadoni tagidami o'tkazadigan bo'lish kerak-da. Ha. Tornado bo'lib turgan paytda men traktor ichida o'tirib vedущийlik qilaman. Tornado, shamol, mana o'rna bo'ladi. Tushunmayapsanmi, Otash? Uyqusiroq uxlayotibmiding? Yo'q, montaj qilib qolamiz bizdan rolik olib montaj qilib o'tiramiz. Xo'p, balkonda o'tkazsa, balkonda zritellarni o'tkazsak-da. Balkonda teleskoplar. Ha, кто хочет стать миллионером, balkonda zritellar bilan bir mingtacha odam qilibmi, balkim.
Oldimizga teleskopda qarab o'tiradi. Shakliga farqi yo'q. Mayli, uni boshqachasini qilamiz-da. Teleskopda uzoqdan tomosha qilib qiladigan qilibmi balkim. Kim kambag'al bo'lishi xohlaydi deganlar. Ha, o'shunaqaroqda. Keyin TikTokdan ham reklamalarini qilamiz. TikTokda Mayli, ustoz g'alati bo'lib qoldingmi? yoki ochuv joyda qilsak, ani ochiqroq joyda qilsa ani parashyutda tushib keladimi qatnashuvchilar? Nima deysan? Flamingo nima bilasanmi? Flamingo qush. Qushmi? O'sha flamingo qushi anaqa Qo'shida shashligi. такой jingle qilib olamiz-da. Flamingoda shashlik yo'q. Flamingo qushi nima qiladi? Ha, obedga shashlik tarqatamiz hammaga, tekinga. Kelar odamlar agar ko'proq mingta odam oldin osh tarqatardik-ku. Sendan bor ya. Ketida, Suvda qolib ketmadi, ustoz. ha? Repetitsiyada suvda qolib ketmadi. Yo, ichib olmadingizmi demoqchisan hozir? Yo, seryoz aytaman, muzqaymoq bilan shashlik tarqatsin. Aniq-ku. Bo'ldi ustoz. Ha, o'sha ochuv joyda salyutlar otib bir katta shou qilsak deyapman-da. Bo'ldi, qilamiz ustoz. Ha, har bitta kelgan muxlislar rengendan o'tib kiradi. За безопасность. Dekoratsiyani raketa qilib qo'yamiz, dekoratsiyaga. O'shanda hamma like bosadimi? Hamma like bosadimi o'shanda? Yo'q, syomkada emasmi? Sizga shundoq ham like bosadi. Raketa shart emas. Yo, akvarium katta qurib qo'yamizmi? Baliqlar suzadigan qilib, syomkani orqasiga. Qani shu mana siqsam hozir bor tushib olardi, mana baliq bo'ldi. O'shanda sovuqqa tushib muzdekkina bo'lib olardi-da. Yo, kriptovalyutani o'zbekchasini qilamizmi? Nimadir kriptovalyuta. Mayli, uni kriptovalyuta to'g'ri kelmaydi. Yoki ani osh ko'rsatuv bo'lardi-yu, palov, o'shani karaokega tushirib yetamizmi? Murat akaniki. Ha. Nimaga? Karaokega tushirib yetamizmi? She'r yozib, takoy shou qilib. Xullas, ko'rsatuvlar qilmoqchiman-da, 3-4 ta ko'rsatuv qilmoqchiman. Senga tushuntirib beray. Bildim, tushundim, lekin g'alatiroq ko'rsatuvlar. Nimasi g'alati? Mendan g'alati narsalar chiqqan. Yo'q. Raketdan dekoratsiya qilib, oshga marhamatda karaoke aytamiz. Yo, hozir endi mana shu hozir shu gaping endi nima sani vakuumga solish kerakmi hozir san? Nima san kulyapsan? O'zi vakuumdamisan? O'sha vakuumdan chiqarib karuselga o'tirib bir aylantirib yuborish kerak sani. Wi-Fi ga o'tkazib. Dunyo o'zi karusel qilayotgan yetar ustoz. Ha, 50 kaktusga o'tirishing kerak emas hali. Boya qovun yedik-ku obedda. Oshqozoningga ta'sir qilmayaptimi? Men qovun yuvdim, cho'tasa. Qovun yemadim, hozir so'ligidan qo'rqib qovun olmadim, nok yedim, qovun yemadim. Ha. Chamadoning bormi? Bitta ha? Ha, men qovun yedim-da. Senda chamadon olib kelganmisan? Kamroq sakrishdi. Ha. Jamadonim bor, bitta jamadonim bor. Ha, bo'ldi, o'zingga buyursin. Nimaga? Seriyami? Yo. Ha, yo, просто meniki sig'masa nobog'da olib olamiz-da bitta. Menga qara, anaqaga boruvdim men. Chamadon qattiq sotadi bilib qo'ying. Ha, Dubayda bitta anaqaga kiruvdim, pingvin shouini ko'rdim. Yo, o'shani qilamizmi? Ani pingvinlar realniy qatnashadi, qor, suv. O'sha yerda balkim o'shanaqa sun'iy intellektdan foydalanibmi? Sun'iy intellektdan. Sun'iy intellektli ustoz, lekin bitta ko'rgan tushunadigan odam voy sun'iy intellektu deydi. Ani nimada Toshkentda park ichida qayerdadir pingvinlar bor-ku, ani magic fish. Yo, bo'ladi konsert nima to'g'risida bo'lishi. vajiqi degan ko'rsatuv haqida bo'ladi.
Mana bitta vovullar bor. Shularni ko'rsatuvdim men. Fikrlaringiz g'alataligidan bildim. Bo'pti, davay, rahmat. Rahmat. Bu o'ta qiyin o'zi bu narsa. Ya'niki bu obrazda bo'lmaydi. Men obraz deya olmayman buni, lekin o'sha ya'niki hayvonlarni ovozi, tovushi, ko'rinishini o'xshatish bu juda qiyin, murakkab narsa o'zi asli. Men misol uchun qaysidir odamni obrazini yaratib, o'sha odamni tahlid qilib o'xshatib berishim mumkin. Lekin misol uchun o'sha qushlarni yoki mayli qaysi hayvon bo'lishidan qat'iy nazar uni ovozini o'xshatish, u ovoz bilan bog'lash, ya'niki bu svyaskani ishlata olish, ya'ni svyaska deganda ovoz bo'g'inlari, svyaskalar bor-da. Har bitta tovushni chiqarish. Mana qiyin masala-da. Men qilsam bo'lmaydi. Mumkin o'lib ketaveradi sonda. U ovoz ustida, ya'niki ancha mehnat qilib ishlash kerak bo'lgan narsa. Nafaqat hayvonni, tugagan shampunlarni ham nimasini ovozini soladi. Son tayyorlayman-ku, kunida kelib turadi. Islom uyretdi. Tugagan o'rganib qolmayman bunaqaga. Baqa qanday nima, tozasini yig'sa. Premyera bo'lsinmi? Premyera. Yangi bir hayvonlardan qani bir. Yangi hayvon yo'q-da. Hayvon yo'q, ana. Yo'q, o'xshatmagan hayvoningiz bor-ku. Yangi hayvon yo'q-da, hayvonni million ozgina qolgan ketchupning nimasi bor menda. Ha. Yo. Yangi deganim o'xshatmagan hayvondan bir maymunlarni o'xshatmagansiz-ku, men ko'rmaganman. O'z so'yincha o'xshaydi-ku. Men o'zim maymun-ku. Yo'q, qushlarni ovozi, Qushlarnimi? balkim. Mana bir odam bo'lardi, vodiylik, agar ko'rgan bo'lsanglar, biz endi bolaligimizda ko'rganmiz, endi ismlari esimda yo'q, endi bolalikda biz televizorda ko'rganmiz-da. Vodiylik bir inson o'sha televizorda chiqib qushlarni ovozini sayrab, xuddi bundoq qaramasangiz bulbul sayrayotganga o'xshaydi. Mana shunaqa ovozda o'xshatib sayrardi-da. Bu talant-da, buni uncha odam qilib bera olmaydi. U tayyorlansa ishlasa bo'ladi, lekin. Xo'p, qani bir qushlardan. Ha, biz qushda emas, endi xo'rozni ovozini qilamiz. Xo'p, qani xo'roz, u ham qushga kiradi. Faqat yeb qo'yiladigan qushlar qatori. Olay bo'lsa, Bahadur Qutmuratovdan toza premyera. Bahodir xo'roz. Bahodirbek Xo'roz. Xo'rozni tovuqni o'xshatasiz. Xo'rozni eshitib qoldi. Xo'rozni mayktiyotgansiz. Tovuqmi, xo'rozmi? Xo'roz. Ha, ertalab quyosh chiqayotgan payt, men aytaman, tasavvur qilinglar, erta sahar quyosh endi chiqib turibdi, quyosh bundoq nuri shundoq ko'zingizga tushgan payt Xo'roz. Xo'rozni tomoq olib qoldi, lekin chiqadi. bu chaqlanmagan xo'roz. Ha, o'shanaqa o'qib. Birinchi marta qichqirayotgan xo'roz. Ya, yaqinda chiqayotgan xo'roz. Yaqinda chiqayotgan xo'roz-ku. Ya, negisi cho'tiq qusaytadi endi. Xullas shu taklif, bitta o'yin qilsanglar, menimcha yaxshi bo'ladi, qiziqroq bo'ladi. Bizda bor bunday bir rubrika bor, как раз. Ha, bormi? Hozir siz naushnikda bo'lasiz. Ha. Naushnikda bo'lasiz, qo'shiq qo'yiladi. Eshitmaysiz siz bizni. Ha. Bizda iboralar ishlatiladi yoki pantomima qilinadi. Maqollar. Maqollar yoki filmlardan bitta sahnalar bo'lishi mumkin. Men topishim Ha, kerak. siz topishingiz kerak. Shuni aytishingiz kerak. Sразу naushnikda turaveradi. Mana aytaman, bunday. Men taqolaymi? Ha, taqolasiz. Baland turadi qo'shiq. Juda baland qo'rmalaring. Sizni qo'shingizni eshitib yurmiz, "Valgan" degan. Bitta chiqib ko'rsatasizlarmi yo? Har xil. Общий командовый. Komandovoy. Ketdik. Birinchi nimasi? Ayt, qaysi nimasi? Sen burada aytdingmi? Yo'q. Jo'ndan shundan bosib, birinchi o'zini ansatlab bo'la qo'ysin. So'dan boshlab. Esimda. Ha. Ustoz, hozir bizda o'xshatish parodiya. Kimligini topishingiz kerak. Odam. Kimligini. Odam. Ketdik. Javlan Shodmon kursi. Jo'lan Shodmon. Сразу так, блин, qasdida yetib O'cha bu. Pat.
Shu Javlon Shodmonov. Shavlon Shodmonov. Qaysini? Yesi yurikda. Shu Yo'q. Murod Farmon ko'chadi. maqol. Maqol deb aytchu. Maqol deb aytib. Maqol. Maqol. Ha. Ikkalamni qarang. Karvon ko'shib ketdik o'zlar, ana ko'shyapti ekan. It akillar karvon o'tar. Rejissor bari biladi. Endi. Tez Ha, o'ylanib. qarqa. Ya'ni. Qara ko'zini cho'qmaydi. Maqol. Maqol. Maqol, saqol. Saqol emas, maqol. Aytib jira qo'ysan, aytasiz. Perevod chiqsan-ku. Maqol, yana maqol. Ha, tushundim maqolligini. Bundoq ko'rsat. Nilja. Qarg'an ko'zini cho'qing. Meniki. Ay, молодец. Rejissor bari biladi u. Qangirbek Qalay молодец. mimikasi bari biladi u. Shag'ir yuring, shag'ir. Qaysi? O'tir. Ibora de. Ibora. Maqolami? Yo'q. Ibora. Kino. Filmdan sahna. Qaysi kinoga keyin topshingiz Filmdan kerak? sahna. Kinodan epizod. Qaysi kinoga keyin topshingiz kerak? Ha, shu et qo'yiladi. Aytyapmiz qo'yin. Yurib chiqib. Boyvachcha. O, paydash. Ana unda jag'i. Ayta. Maykangni bir ipin jag'i o'z o'laman degan bir ko'rik qani. Qaysi u? Qani. Maykangni ipi yirtilibdi. Kelgindi. Jata qanada jatadi? Seyfti deb ashaq bo'lamanda ashilmaydi-da, sen ham kirasan. Deb uj beradi. Da. Voqea. Zidli. Voqea. Молодец. Voqea. Voqea. Sen gilting bo'lmasang? Bankda yekiltigini u. Tushuntirib olaring nima degan? Voqea bu. Qayer ekan topishingiz kerak buni. Qaysi joy ekan topishingiz kerak. Qandaydir bir etyud qiladi, fantomima qiladi. Xo'p, nimasini topishim kerak? Qayer ekan, qaysi joyda shunday qayerda bo'lyapti? Nima to'g'risida voqea bo'lgani? Qayerda bo'lyapti? Bo'lsin. Bor. O'g'irlik bo'lyapti. Nima? Ma haqimda bank ichi ekan o'tgan. Yo'q. Jar yoqasidan sho'milyapti qilmalar. Давай. Kinoda qaysi bor? Ja, kinoni istikdimi bir? Sen kinodan o'z bo'lgan deb. Sen deb. Maykadami? Yo'q, sen. Jataversa, Mayk ko'rinadi. Voqeami? Kino. Film. Kinodan epizod. Kinodagi. Kinodan epizod. Mirzabek qolmaydi deb chanog'ingni ilib olaman. Qana keladi? Jataver. Ha! Bo'ldi. Qaysi kino? Surxondaryoda onasi keladi, "Sen o'g'limmi?" degan. Ha, to'g'ri. O'ldi deb dedingizmi? Keyin epizodda. Voy, bu mana shishkani aytish u. Tov qo'yatini bilganda sheshmaydi. Qayta tez. Voqea, situatsiya. Xo'p. Yaxshi. Qos aytsa dursa. Men aytaman. Ha, ashula aytyapti. Balkon qolib ketdi-yu, deyapti. Uni qanday bo'lay? Hey, o'g'il, buni to'y emas. Buni, tomondami? Sahna tepada-yu, deyapti. To'menda. No, o'zi o'tirib ekan, ne qilib qo'ymadan? Ey! To'yimiz to'menda bo'layotir, to'y to'menda bo'layotir. Men jon yuqorida aytib ketdimmi? Bilmayman, to'menga aytsan, to'menga borib aytasan. Qaysi biri?
Sen bu yoqda ayta qo'y. Bo'ldi. Yo'qmi? Yo'q, Jo'xarida qayda? ayt. Jo'xarida ayta qo'y. Yuqorida desan qayda? Boymakka deyshak. Rahmat. Bo'ladi, sog' bo'l. Biz ketdik. Ha, ne yursan? To'y tumundiqmi? Men bu yoqqa aytdim shu. Mana yoqda. Pastga tushib aytdimi? Qaysi? Ash Sirpanchi uchibmi? oching. Qaysi to'yxonaligini topishingiz kerak. To'yda. Haydam Jahongir tushunmading. Ani she'r bo'lardi, bugun sening kuning bugun degan. Bugun sening kuning. Bugun kuning sening degan. Urvilli kuning. Hop, Rahmat. Zo'r bo'ldi. O'zingizda voqealar bormi? Bizlar bosib turaq. mana davay boschi qanday o'rniga ketchi. Mana bir maza qiling. Telefon ustiga o'tirma. Buni ahmoq. Qanday bo'ladi buni? Qo'y buni o'sha. Voqea ayting. Oldin kamerasi yaxshi tushirmaydi. Voqea ayting bitta. Hozir zo'r. Zo'r prikol negisi. Chaqirib o'tir. Prosta qarab o'tiringlar, hech narsa demanglar. O'ylashayotganda. Prosta o'ylashib, prosta qarab. Bu gapni ham to'xtatamiz, qarab turamiz. Prosta qarab turamiz. Bemalol gapiraveringlar, bemalol. Hazil qilaveringlar, men ko'taraman. Yo'q, bizlar zooparkga borib maymun Yo'q. Umuman gapirmaganda, prosta qarab tur, shuni topsin nima degani. Prosta gapirma, вообще nafas ham olma. Qarab tur. Nafasimiz o'lib qolamiz xudo. Voy, Qaysini ishi berdingiz siz? Yo'q, gapirma, jim turur gapirsa ham. ko'rsatuvman. To'yma. Shilmini olib yo'q. Bu eshittiruvsini qaranglar, boshqatdan. Kredit olib qaytara olmayotgan Odam suv bo'lsa qiyinda prosta hamasi. Tushundingmi? Kredit olib qaytara olmayotgan odamlarni G'az bizlar qilmang. prosta qarab tur, tashvishing bor-da. Obrazga kirish ham shart emas-da bizda. Jiddiy turur. Hey Alot. Klip. Jahongir hozir o'zida klipini qiladi. Qarab o'tiradi qizlar sol. Solma? Shumi og'zingni baqa. Qizlarga qarab o'tiraman. Oyog'im qasiydi. Klip qo'miro, klip. Klippa? Qo'linam bilmaysan Klik. So'dirsa aytsa, yo'q qo'yib. O'tiraverma. Nizat. Жағдай mana odamlarning жағдайы. Жағдай? Ha, qanday жағдайda o'tiribdi? Ya mana жағдайы yo'q, mana ko'rdik. O ko'rdi. Qanday? Nima deyapsan? Qarni bo'lchib. Ochgan qamirdi. Lekin bu ko'p narsaga ham to'g'ri kelaveradi bu. Aslında kreditda biza. Sizdan o'xshamayapti-da, sizda $100,000 pulingiz bor-ku bankda. Olmansizmi? Bitta taniqli shaxs. Aha, taniqli shaxs. Aha. Ketdik. Taniqli shaxs. Alposh kuchim. Ha! Bobur Mansurov. Kim bilan kiyib olsan? Ay. Yo, oyoq yalang bo'lgan-u. Uf, ana kiyib qo'yasiz mana. Taniqli shaxs. Yalang oyoq. Kim? Bitta chochiqda yashab umrini o'tkazgan-ku. Kim u taniqli shaxs yalang oyoq? Baqirmasan gapir. Eshitmaymiz. Yalang oyoq kim bor? Japarov. Yaxshi shagird. Oyoq yalang, bitta qora tur suvda yurgan. Yalang oyoq kim bor? Yalang oyoq. Yalang oyoq. Aha. Jollashadmani to'qon. Yuqorini tashlag'an-ku keldi.
Jahongir Poziljonov. Ha, daryoga cho'mlaydi. Jarga cho'mlaydigan. Ha, islom o'tir bor. Ha, o'tir, qani. Islom o'tsin, islom. Ke. Almas. He, sen bor. Davay. O, Qani o'tirsa, bunda nima kamchiligi bor? buni kamchilik, buni sog' joyi yo'q lekin. Ko'p gapiradi bu. Ko'p gapiradi. Men umuman yoqmaydi. Kommentariyda hamma aytib yotibdi bu Yo, shu o'zi shunga chaqirdim seni, bir g'iybatini qilaylik. Unaqa tuzuq bolaga o'xshamaydi. Ha, yaxshi bo'laman. Ha, ana. Men chalg'itib turaman sizlar gaplashib. Ha, u bo'lmaydi. Jahongir Poziljonov. Ko'rganga aytib beraman. Jo'q. Ha, bitta narsa beraylik, topsin. Bungami? Va gapiraylik, просто topsin gapimizni, nima deyapmiz? Quloqingni ech. Gapiramiz, nima gapirayotganimizni topasan. Gapiramiz, nima gapirayotganimizni topasan. Chitka, smikaniyadan nima deyotganimizni topasan. Bo'l, men sizlar. Pashol negr. Seni barma negrlar? Buni bor. Sani yomonladi bular. Sani Men yomonladi bular. yomon ekansan. Sani Sani yomonladi bular. Bular yaxshi odam emas. ne deyapsan o'zing? Sani Meni yomonladi bular. Yaxshi odam emas dedi sani. rahmat desang. So'ginayotgan yo'q-ku? So'gindi ya? Давай, mana последний bir marta deb ko'ring, давай men ko'ring. Давай. Mana bir deb ko'ring. Naqlma? Давай ketdik naql. Yo'q, naql emas, gapiraylik. Gapga tushunmaydi u. Gapiramiz, nima deyapmiz? Aha. Xo'pmi? Deb o'tirsiz. Yo'q, hech narsa degim kelmayapti. Sendek ahmoqqa deydi-da. Ey, mal baha. Hech narsa degim kelmayapti. Biz hech narsa gapirmayapmiz. Duraksan baha. Qarasa? Duraksan deyapti. Ha. Duraksan deyapti. Ko'rinmaysan-ku. So'g'o durak bo'lgasin ko'rinmaysan-ku sira. Ishlaman ba, deysan-ku, yaxshimi? Alsarma. Da pashol deydi. Mынандай qilaqda, Abdur. Ha. Sаған so'rov beramiz, tek ava yaq deb aytib turing kerak. Давай, ket. Vo, ket. Ha, yo'q. Quloqingni eshib tur. Quloqingni echkin. Aha. Faqat ha yoki yo'q deysan. Ha, yo'q. Ha. Nimadir deymiz, o'ylab javob ber. Ha yoki yo'q degan. Ava yo'q, ya. Xo'p, Ket. Durakmisan? Ava. Zo'r. Bittadan gap. Ket. Durak ekan mo'ylaysan ba? Yo'q. Jami mo'yladimi? Ha, gapir. Kishimdan qo'rqasizmi? Ava. Yangamdan. Gapir. Men shagirdim senbe? Ha? Men shagirdim senga deyman. Sagan ne aytsam, yo'q. Давай. Bugun bir ishik ya. Ishsizlik desa ya. Ava. Yaxshi, men Menga bugun kasım shim sovg'a qilasan? Ava. Ondan men shalvardan beraman men desang. Tak. Baha. Qalvaqsanda nomerading kvinchik men qo'ya. Baha birat qo'ya dedi. Yo'q. Onda men qo'ya. Ava. Aydospa. Et. Ay. Meni ismini? Ava. Sen gapirma, o'tkazor baribir yo'q deydi-yu. Nasa yoqqa kirib. Yoqqa kelsa Ahoma gapir, mayli, yo'q. Yaxshi, men ustozimsan baya. Ne yo'qsam, yo'q. Bu Hazretli ne oldu? Bol. Men ustida qoldim men. Haz etdim. Xo'p, mayli, et, men so'takmanmi degan. Men so'takmanmi? Yo'q. Ne deyman, yo'q. Yana gapir. Baha so'takma.
Ava! Vazgeha dahansa jasasinba? Ava! Siz Mo'min Life'ning podpiskasida bormisiz? Son Mo'minni avtoritet bilganda. Aytar. Ha, bormi? Bizlar ham qatira Unda bir xil ekan. Gruppalasak ham. O'zbekiston san'ati va madaniyatining bugungi kungi taraqqiyotida muhim omil bo'lgan jihatlar qaysi deb hisoblaysiz? Savolni o'zi tushunmadi hozir savol. Mana shu o'tirganimizni o'zi muhim bir jihati deb hisoblasa ham bo'ladi. Mana shu o'tirib, san'at, umuman san'at bu aytayotganingiz misol uchun san'at turlari ko'p-da baribir, misol madaniyat nima xodimlarini, ya'ni san'at turlari ko'p. Kino yo'nalishi, spektakl yo'nalishi. Mana hozir mana bu o'tirganimiz bu shou, bu ham bu shoudan maqsad nima sizlarda o'zi asli? Mana maqsad insonlarga hordiq berish, hordiq chiqarish. Ya'niki bu ichida kimdir kayfiyati yo'q, kimdir nimadir bo'lgan, urushib qolgan, aka-uka urushib qolgan yo bir narsa keladi-da, sizlardan bir o'sha muammolarni yechadi-da, aka bilan urushaman deb turgan odam ham hordig'ini chiqaradi, boshqada o'ziga kerakli bo'lgan mavzu ketib qolishi mumkin. U o'zgaradi. Ya'niki ham o'zi aslida hordiq degani. Ma'naviy hordiq chiqarish. U hordiqni chiqarib o'tiribdimi, bundan katta baxt yo'q. Ya'niki bu to'y, hasham, hamma narsa nimani asosida turibdi? Tinchlikning asosida. Agarda yurtimizda har doim tinchlik bo'lsa, to'y bo'ladi, insonlar bemalol hordiq chiqaradi. Shu asosiy o'sha nima aytganingiz, mana shu yig'ilib kulishib o'tirimizmi, shu ham o'sha nimasiga kiradi. San'at sohalasidagi odamlarni biz vazifamizni bajaryapmiz, bular hordig'ini olyapti. Siz aytayotgan narsa shunga ham kiradi. Mana shu o'tirishimiz o'zi kiradi. Onu tushunayotgan jo'q qo'ydingiz. Siz meni gapirolmayman deb mot qilaman degan savollaringiz yemadi hozir endi. Negizda aslida degan bo'laveradi. Yo'q, mot qilishda emas, o'zi sizga tushuntirishga ham qiynalyapman. Men o'zi adabiy tilda. Shundan Jahongir Foziljon gapga tushunmaydi deyapsanmi? O boydan biri bu bolani urar ekansizlar o'zi faqat. Yo'q, buni o'rnida boshqasini urib yuruvdik oldin. Men ham urib yurdim. U nima qilib ketdi-da, bugun kelmay qoldi. Bu mani Unaqa qilmanglar, qochib ketaveradi, almashib yuraveradi. Amirga berayotgan bolalar Bugun chiqib ketaman men, bo'ldi. Xudo qalasa konsert beryapsiz-a? Konsert. Xumorinada. qo'shildi konsertning sanasi. 18-sentyabrda xudo xolisa Xumorinada bolalikka qaytamiz deb nomlangan. Bahor kelib. Da, o'sha ashularni eshitganda kim qaysi paytlarni eslaydi, to'g'ri? Men kollej payti. 2004-yil. 2004 men kollejda. Ana, o'sha paytlarni eslagingiz kelsa, chunki u paytga qayta olmaysiz, xohlamasangiz. Uni faqatgina odam shu mana shunaqa ijodiy masala tomonlama qaytish imkoniyati bor. Bir lahzaga bo'lsa ham-da, yarim soatgami, 3 minutgami, 2 minutgami bo'lsa ham qaytish bor. O'sha paytlarni eslash, o'sha kollejdan o'xshamay qolgan, taqdir bo'lmagan, boshqasiga uylanib ketgansiz. Unikini ham eshitmasin hozir. Xullas, endi aytarman. Ularning hammasi o'zi aslida yaxshilikka xizmat qilganda. Hozir mana misol uchun nimadir o'xshamagan bo'lsa, hammasini har bitta ish hikmati bor-da, u yaxshilikka yoyaverish kerak-da. Lekin o'sha bolalikni eslash bundan mazasi yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bolalikka qaytish bor. Mana misol uchun biron bir bolalikda muhrlanib qolgan ashulalarni eshitib qolsam, qayerdadir yangrab qolsa, sirazi o'sha payt esimga tushadi-da. To'g'ri. Tushunasizmi? Biz mana agarda men misol qilib aytaman, bolalar guruhini ana ashulalari esingdanmi seni qish kunlari sovuq shamollar qonlarni o'shani eshitsam, o'sha jarda cho'milib yurgan beg'ubor payt, bitta qop-qora tursuvlarda yurgan paytlarimiz bo'lgan hammamiz. Olib bo'lgan. Qora shorti sifat bo'lardi, katta. O'shanda o'sha kanallarda cho'milib yurganmiz, o'sha kanalning tepasida
uylar, uchastkalar bo'lardi, dala hovlilar. O'sha yerda maytfon qo'yib qo'yishadi, faqat shu ashulalar aylanardi. Faqat shu ashularni 10 martalab qaytarib qo'yib qo'yardi kasetada. Oldin bizda kasetada eshitilardi. Kasetada qaysi ashula yoqsa, bitta kasetaga o'sha ashulani podrяд yozib olinardi. Podряд ketaverardi. Hozirdagi rapidlar bo'lmaganda. O'tirishlarda vals bo'lsa, o'shani bitta qo'shiqni valsni ko'proq qilib qo'yamiz. Qizlar bilan ko'p bilan vals qilish uchun. Ulangan joylarda esingdami seni ketib o'tib ketardi. Ha, o'sha narsa shu ashulani eshitsam, o'sha ayniqsa o'sha Tohir akamning ashulalarini eshitsam, aynan o'sha ashula, boshqa ashula emas. Aynan o'sha ashula, o'sha jardagi cho'milganlarimiz. Ani cho'milgandan keyin ani boyga sho'rtichani quritish kerak-ku, qo'l ketmaysiz. Yo, unaqadan keyin ham quriguncha cho'milib olay deb tikanini ustiga qo'yib cho'milingan davrlar. Shu davrlar esimga tushadi, chorasi bolalik. So'rab, esingdami seni qiz o'sha paytda ani tikanida turgan bo'ladi, sho'rti. O'sha joyida. chaynab qoladi-yu. Urishini tiqib aylantirib o'tiradi qo'yadi. Ne qo'shiqlar bor-ku. Ja futbol bo'yicha aytib keyingi misol O'zbekiston chempion bo'lsa futboldan qanday qo'shiq bo'lishi mumkin? Mirovoy arenaga chiqadi. Anglishcha. Ha, endi hozir o'ylab qo'yganmiz, buni hali gapirmadim. Natija shu darajada bo'ladigan bo'lsa, biza u finalga emas, qo'lli finalga yetib borsa, bizada deyarli nimamiz tayyor. O'sha ingliz tilida bo'ladi va uni o'sha o'yin mohiyatidan kelib chiqib so'zlar qo'yiladi. Ya'niki o'zi tayyor. Arqoni tayyor. Shablon bor. Shablon bor, faqat unga o'sha go'shtlarni, ya'niki suvigi bor. Ya'ni go'shtini yopishtirib chiqish kerak. U go'sht endi o'yin davomida bo'ladi-da. Qaysidir holatlari, qizuv holatlarini olib turib. Xudo xolasa, bizlar endi buni yoshlarning atынан so'rayverik. Yoshlar so'q qo'shiqning chiquvini tilaklaysiz, xudo xolasa. Albatta. So'q qo'shiq, finalga deyim borib, finalda chempion bo'lib, hammamiz qo'shilib aytqaymiz. To'g'ri, ba'zi mana misol uchun bu O'rta Osiyodan, mana O'zbekistonga butun O'rta Osiyo olib ya'niki bu bizani yutug'imiz, ularni ham yutug'i deb hisoblashyapti-da. Bunga ham nima sabab desangiz, o'sha birlashuv, ya'niki do'stlashuv, chegaralar ochilib ketdi, millatlar do'stligi. Birlashib ketdik. Shu narsa deb o'ylayman. Buni tagida o'sha narsalar turibdi. O'sha va hamda hozir ularni xursandchiligi xuddi o'zi chiqqandek xursand bo'lib balet qilamiz deyapti-da. Mana misol uchun endi hozir ko'rsatamiz ham juda ko'p. Amerikada ko'rgan bo'lsanglar, futbolistlarimiz borganda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistondan odamlar yig'ilib kutib olgan. Aytayapti, ya turkmanka deyapti, ya deyapti kazashka deyapti, ya kirgizka deyapti, ya tajik deyapti-da. Balim za O'zbekiston deb O'zbekistonni bayrog'ini ko'tarishyapti. Bu katta narsa-da. Bu do'stlashib ketishimizga ham, yana ham qalinlashib ketishimizga futbol sababchi ham bo'lyapti-da. Bu sport o'zi aslida o'sha do'stlik ramzi-da, do'stlashtiradi. O'shaning uchun o'sha aytganinglardek, o'sha finalgacha borsin O'zbekiston. Agarda shunaqa borsak, bu juda qattiq bo'ladi. O'zi hozir kunda ham O'zbekistonning hurmati joyida, butun dunyo his qilyapti O'zbekistonni. Mana shu futbol chiqqandan keyin ham yana ham his qildirib yuborishdi O'zbekistonni. Umuman mana misol uchun yoshlar Saudiyada 9 ga 11 o'ynab yutishdi. Qoraqalpog'istondan 2 ta o'yinchi, 2 o'yinchi. Bu misol uchun hamma yoqdan yig'ilgan. Bu hammamiz yutug'imiz-da, hammamiz yutug'imiz. O'shaning uchun o'sha sizlardan ham futbolchilar ko'paysin, bizlardan ham ko'paysin. Do'stligimizga ko'z tegmasin, birligimizga ko'z tegmasin, aka-ukaligimizga ko'z tegmasin. Qoraqalpog'iston, O'zbekiston doimo birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib yurish nasib qilsin. Rahmat. Endi bu gaplar bizga juda ham rasmdan motivatsiya bo'ldi. Oldin o'z bizlar azmiz bu yoqqa yaxshi tilaklarni bildiraylik.
Aldin so bizlar uchun nostalgiyasiz-ku. Retrosiz. Misoli havas etdik. So mineki bugun osonday ko'rsatuvda ko'rsatib turganimizdan yana bir marta quvonchimiz siz ustoz. Negizi bu yerda jostki prikollar ketayotgan edi. Sizga da aytib mumkin edi. Prosta sizga gap yo'q. Yo. Yo, aytaveringlar, muammo yo'q. Unda qaytamasak vaqt Yo, bemalol men ijodkorman-da. Agarda hayotda bir ko'chada ko'rishib qolsak, "Ey" desang, u boshqa. Sahnada men hamma narsaga tayyorman. Bu ijod bu. Ijodda hamma anaqa bo'ladi. Unda bahamen ko'rasaq-ku. Baha yerga yotqiz deb urib tepib buklab kiyimlarimni yechib olmadinglar. Futbolni unutib ketding. Yo'q, futbolga kechqurun beraman. Yo, ustoz rahmat biroz gapingiz uchun. Mana bugungi ko'rsatuvimizda men o'zingizni kelganingizni o'zi bir katta gapda biz uchun nima deydi? Urovень. Yo, urinmas, xursand bo'ldim deylar. O'zi aslida ijodkorda, umuman insoniylikda ham o'zini men aytmoqchi edimki, meni urovень degan bo'lsanglar, unaqa emas. Yo'q, biz yerda aytdik urovень. Bizlar Aytmoqchimanki, ya'ni inson hayotda, umuman ishda, qaysi kasbdan bo'lishidan qat'iy nazar o'zini urovень deb men balandman deb hisoblasa, ijodda misol uchun yutuqlarga erishyapman, katta yutuqlarga erishyapman. Men zo'rman deyish kerak. Men zo'rman, mendan zo'ri yo'q deyish kerak. O'sha narsaga erishish uchun. Lekin men urovеньdaman, men balandman, men sendan balandman, sen pastdasan degan ijodkor o'sha kuni ijodi tugagan hisoblanadi. Umuman qaysi kasbda bo'lishidan qat'iy nazar men zo'rman deyish kerak, mendan zo'ri yo'q, men eplay olaman shuni, eplayman, men tishladimni uzib olaman hozir shuni deyish kerak, uzib olish kerak. Lekin boshqa odam bilan yonma-yon turganda men uzib oldim, ko'rdingmi, men sendan zo'rman deyish kerak emas. O'zizga o'zim uchun hammadan zo'rman deyish kerak, o'sha maqsadga yetish uchun. Lekin odam o'zi bir kim bilandir urovеньda hisoblab, men undan zo'rman, sen pastroqdasan deyishi bu meni fikrim bo'yicha noto'g'ri narsa. Yo'q, Vojig'iga kelgan mehmonlarning arasida O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist birinchi siz. Sizlarga kelganmi? Nega bor-ku sizlarda xizmat ko'rsatgan artistlar? Yo'q, shu Vojig'i ko'rsatuvga. Mehmongami? Mana bu ko'rsatuvimizga kelgan. Ta'sir qilsin sizlarga. Men biladigan odamlar o'zi bilyapti, kim haqida gapirayotganini. Kelinglar, shu yerda turasizlar, shu yerda yashaysizlar. Kelib qo'yinglar. Ay, sog' bo'ling. Zo'r. Urovень ekan. Urovень. Urovеньcha. Aydas fursat Nimani aytsa bo'ladi, bilasizmi? Ana joyida ne bor? Prezidentimiz yangi farmonlar qildi, san'at ahli bilan uchrashuv qildi. Mana bu farmonlarni urovень desa bo'ladi. Buni urovень desa bo'ladi. Bu juda dahshat narsalar bo'lib ketdi. Men ishtirok etdim. Biz endi Toshkent shahridan studiyadan ishtirok etdik. Juda dahshat narsalar, qarorlar bo'ldi. Bu tarixiyda bu uchrashuv. Hali yana uchrashamiz, hali 1 yilda 2-3 martalab uchrashib turamiz dedilar. Bu xuddi bir avansdek bo'ldi-da bizga. Lekin bu o'zi aslida katta narsa. Hozir mana har yili madaniyat xodimlariga yiliga 1000 ta uy berib, 1000 ta uyga 50% boshlang'ich to'lovini to'lab beradi davlat. Bu nima degani bu? Va keyin Viloyatdan kelib ishlasa, viloyatdan kvartira pulini, misol uchun men bu yerga kelsam, hozir Nukusga kelib ishlasam, menga kvartira pulini to'lab beradi. To'lab beradi. Mana shu ijod qilishim uchun. Sizlar Toshkentga borsanglar, yo Farg'onagami, Andijongami, farqi yo'q. Respublikamizning qaysi hududiga borishingizdan qat'iy nazar, faqat ro'yxatdan o'tib qo'yishingiz kerak. Madaniyat bo'limiga borasiz. Men keldim, shu yerda 2 oy yoki 3 oy komandirovka keldim, ijod shug'ullanmoqchiman deysiz, bola chaqangiz bilan borib, sizga 100% o'sha kvartira, siz tanlagan kvartira emas, endi o'sha me'yorida o'zligi topib, kvartiraning pulini to'lab berishadi. Davlat to'lab beradi. Keyin 10 yildan ortiq ijod qilib qo'ygan nimalarga ham imtiyozli katta. Ya'niki o'sha
Больницada bir yilda bir marta bepul lechение olishingiz mumkin. Sanatoriya. Sanatoriya bepul Sanatoriya. lechение olishingiz mumkin. Xalq artistlariga Polniy samolyot. samolyot hamma VIP zaldan o'tish pullarini to'layveradi. Постоянныйmi? Yildavom. Uyda yotib, xalq artisti bo'lganingizdan keyin uyda yotib zerikib qolsangiz, men ketdim uchib ketaman desangiz, VIP-dan uchib ketaverasiz-da. Boshqa borib qaytaman deb. Ana ne degan ya жаңалық. Endi o'sha kunlarga ham yetqizsin. Hozir misol uchun bunda olib qarasangiz, mana sizlar ijodkorsizlar. Sizlar hozir mana xizmat ko'rsatgan artist bilan deyarli farqinglar ham qolmadi. Men nima demoqchiman? Prezidentimizning kechagi qarorlari bilan deyarli xizmat ko'rsatgan artist unvoni bor odam bilan foydalanadigan, ya'ni imtiyozlar bir xil deyarli. Tushundingiz-a? Uni olganmisiz, olmaganmisiz deyarli bir xil qilib qo'ydilar-da. Imtiyozlarni. Faqat bizda xizmat ko'rsatgan unvonimiz bor. Sizda yo'q, lekin siz ham o'sha imtiyozdan foydalanadigan 10 yildan oshgan bo'lsa, bo'ldi. Tushuntira oldimmi? Hozir xizmat ko'rsatganlarda ham bor imtiyoz, sizlarda ham 10 yildan oshiq xizmat qilib qo'ygan odamda bor. Bahodir og'ada orden bor. Vatan fidoyisi. Tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Endi ko'rsatuvga qaytadigan bo'lsak, mana shu aytdimmi, mana shu o'tirishimiz, mana bolalar mazza qilib kulib o'tiribdi. Hammasini tagida tinchlik turibdi-da. Tinchligimizga ko'z tegmasin, birligimizga ko'z tegmasin. To'g'ri. Gullasin, yashnasin Qoraqalpog'iston, gullasin, yashnasin O'zbekiston. Rahmat. Bo'lma. Al demek olay bo'lsa, bugungi ko'rsatuvimizda biz jumaqlaymiz. Yana bir martaba sizga kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Yo'q, bo'ldi, to'xtang, xayrlashib yuboring. Boyga 100 ming dollar yig'asizlarmi, yig'maysizlarmi? Xayr, salomat. Cho'tki bo'l, Shahangir.